Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Ayollar vatanning guli va zinnati. Bugungi qizlar bo'lsa, ertaki onalar. Qizlar tarbiyasi va onalar safosiga ko'ngil bo'lish, oila, jamiyat, millat va tarix izchil ko'ngil bo'lib kelayotgan mangulik tema. Biz onalar bayrami munosabati bilan ishlangan bugungi alohida suhbatimizda qizlar tarbiyasi, onalar safosi, inoq oila qurish haqida muhim suhbatlarni olib boramiz. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'taylik. Ili pedagogika instituti filologiya fakultetining muavin mudiri, filologiya fanlari doktori Obida Ibrohim. Ürüm şəhərlik 65-ci otur məktəbinin psixologiya oxutqucusu Sanobar Turğun. Hazır ayollar oltin keşkiymeydi. Hazırki ayollar tömür keş bilen davanı aşıdıq ayollar. Şunun için biz tömür keş bilen davanı aşıdığan. Eğerler yolunu köstüpermisini tuz yolunu sevip bağlamaydıgan dadın ayaklarından huzurluşunu bilişimiz gerek. Toydan burun faqat onun iqtisodiga qaradik, ammo onun xarakteriga qaramadik, mijoziga qaramadik. Toydan keyinki bir-birimizdan chiqisha oladigan, chiqisha olmaydigan, bir-birimizga o'rtaq bo'lgan bir olayliklarni biz topolmadik. Bir-birimizni chin ko'nglimizni söymadik. Qonuniy tarafdan itiraf qilishga erishgan bilan odamlarning unda er ayol bolalarning to'liq itirofga erishishi bu yana nurg'unligan to'solg'ularga duch kelyapti ham davomli duch keladi. Obida, navbatda er ayollar barobarligi ko'p tilga ilinadigan bir masalalarning biri. Biroq bu uqumni asli ma'nosi bilan tushunish, shundaqla uni turmushga ilmiy holda tatbiqlash bizda yetarli bo'lmayotdi. Endi bu nurg'un pishib yetilishlar, jamiyatning taraqqiyoti, uningdagi uzoq yillik kurashlarning mahsuli deb qaradik. Undaqda shu er ayollar barobarligi degan uqumga zodi qanday ta'bir beramiz? Er ayollar barobarligi degan ayollar kishilik huquqining asosiy mazmunini o'z ichiga oladi. Hem de yani şundaqla ayollarning bir inson bo'lish sifati bilan erishga tegishli bo'lgan eng asosiy kishilik huquqlarini, ya'ni ayollarning qimmati va g'ururining erlarning qimmati va g'ururiga o'xshash qo'g'dilishi va itrof qilinishini ko'rsatadi. Endi buni konkretni qonuniy jihatdan so'zlagan chog'da bu ayollarning siyosiy qatnashish huquqi, xizmat qilish huquqi, tarbiyalanish huquqi, mol-mulk huquqi, taraqqiy qilish huquqi qatorliq bir qator huquqlarni o'z ichiga oladi. Endi bu ayollarningki kishilik huquqi, ya'ni ayollar barobarligi shu Yevropada qo'zg'algan kishilik huquq harakatidan bir shaxlab chiqqan bir iqlim bu. Hozir dunyoda ayollarningki qonuniy huquqi asosan erlar bilan barobar o'rinda turadi. Endi bu qonuniy tarafdan itrof qilishga erishgan bilan odamlarning unda er ayol barobarligini to'liq itrofga erishishi bu yana nurg'unligan to'solg'ularga duch kelyapti ham davomli duch keladi. Bu nima uchun degan chog'da bu tabiiy ahvol bu. 2000 yillik patriarxallik tuzumda yashadik insonlar. Ya'ni otliq hukmronlik tuzumida yashadik. 2000 yil yo'l fatib ketgan ideyani va bir necha asrlik kurash yo'llar insonlarning ideyasini qo'mib tashlayman desa, bu aqlga muvofiq emas. Bu nurg'unligan kurashlarga sabab bo'ldi. Endi er ayollarning hozirgi bizda aytgan barobarligi, illiq bo'lgan oila, inoq bo'lgan jamiyatni maqsad qiladi. Lekin buning oldingi sharti nima desa, er ayollar barobar o'rinda turgan. Buningdagi asosiy halqa er bilan ayol o'rtasidagi munosabat bo'ysunish va bo'ysundirilish munosabati emas. Yoki kutinish va kutilish munosabati emas. Birisi kutuvchi, birisi kutiluvchi bo'ladigan munosabat emas, balki o'zaro hurmat qilish, o'zaro kutishni asos qilgan bir xil munosabat bu. Mushu altini asos qilamiz biz. Endi mushu xil hodisa qanday bo'ldi deganda, buningda er ayollar mushu xil oilalarda bir xil erkin, odillik hissiyoti bilan inoq oilada yashaydi. Ayollar men bir mazlum, ojiz er mening hukmronim deb turib oilaga bo'ysunmaydi. Aksincha er mening hayotlikdagi orzu armonlarimga yetishimdagi turtkilik kuch. Ya bo'lmasa mening hayot safarimdagi mening sabdishim, qo'ldishim, mening do'stim. Men uningga eng kuyinishim kerak, u menga eng kuyinish kerak degan mundaq bir xil hodis bilan yashaydi. Endi erlarmi vay bu endi ayol kishining o'chichi uzun aqli qisqa bir mazlum bichara bu. Umri bilan xizmatimni qilib o'tdi. Bir beshini silab qo'yaychi degan nazarda ayollarga mehribonlik qilmaydi. Aksincha, men ayol aql va iqtidor bilan mendan qilishmaydigan bir odam. U mening hayotlik safarimdagi kuchli tayanchim. Men ozg'in yo'lga chiqib qolsam, meni to'g'ri yo'lga sola oladigan, qorong'u turmushimda moyat bo'lib yona oladigan bir qobil odam bu deb qaraydigan holatda turadigan turmushni ko'rsatamiz. Endi bir eg'iz gap bilan aytgan chog'da, mush er ayollar barobarligi degan, odam bilan odam barobar degan mana mush ideyani asosiy nazariya qilgan.
barobarlik inoqlikni asosiy maqsad qilgan bir ulug'vor shuar. Ham shundaqla ilmiy bo'lgan turmush pozitsiyasi. Toki tarixdan buyon erkinlik va demokratiya, barobarlik haqidagi kurashlarning pishib yetilishi natijasida ayollar barobarligi bu qonuniy asosga ega bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bizning ingimizda, oilalarda buningga to'liq ro'jaklar ichilib bo'lmadi. Bu vaqtda yana nurg'unlagan xira qarashlar, mujmal tushunchalar mavjud. Demak, bizning shu oila qarashimizda ayollar barobarligiga nisbatan bizning qanday iste'molimizda xato tushunchalar bor deb qaraysiz? Oilaga to'g'ri tadbiqlamaslik yoki xato iste'mol qilish sababidan oilada degan nurg'un ziddiyatlarni maydonga kelyapti. Endi buning ziddiyatlarning oilamizga ifodalanishini ko'rsak, bunda bir necha nuqta tuzilishli bo'ladi. Oldi bilan, shu oilada ish taqsimotida oshqunlik ko'rilyapti bizda. Masalan, bilan ayol hozir iqtisodiy tuzilmada o'zgarish yuz berdi. Shuning uchun iqtisodning 50% yukini ayollar ustiga oldi. Har ikkisi ishlab uyga kirgan chaqda ayol bo'lgan odam taqsimotda bu aniq belgilangan, men oshxona kirsam bo'lmaydi deb ayol ashadi ichib qattiq harakat qilayotganda yoki vaqt yetishmay qolganda yo bola eri yig'lab turayotgan chaqda ikki qo'lni tut qilolmayotgan mana shunday qilib chatgan chaqda bu kishi uy kirib tizimlikni tutib televizor qarab o'tmas bo'lmaydi. Oilaning ishi aniq taqsim qilinsa mutlaq narsa emas. Shunday bo'lsa endi ayol ba'zida og'rib qoladi. Og'rib qolgan chog'da, ayol chiqgandan 40 jini va asta oshxonaga kirib olamsa, demasdan, "Ma 10 kunlab sen mening tomog'imni ichsa, mentar itamsanmi, sho'g'irjusum qitray" deb issiq bir qash tomoqni attasi, ayol 1 yil etgan tomoqiga rozi bo'lib ketadi. Endi erlarmi burun iqtisodni o'sha butun ustiga oladi. Endi ba'zi bir ayollarni qanday qildi desa, buni mutlaqlashib ketadi. Erga degan nima deb tegadi? Uning pulini qajayman deb, meni boqsin deb tegmandi. Deb, shu ayollar erlarni moddiy manfaatni nim qiladigan bir islatga aylantirib olgan. Biz hozirgi davrdagi ayollar erlar bundaq nachar ko'rsatishlarni tashlab, iqtisodning yukini ayol tang ustiga ilish kerak. Ham shundaqla erlarning xizmati odatdan tashqari oldirishib ketgan chog'da, ba'zi erlar saqsiz bo'lib qolgan chog'da, erlar ilishki shundaq talaning so'zisi bu ig'ir ishlarni ayollar das o'rinda qopab ustiga ola oladigan, ham shu olalish iqtidorini yetilgan ayol bo'lish kerak. Mana buni biz aslida so'z olayotgan ayol barobarligi. Bu yaxshi ish emas. Bu qandoqdir ayollar barobarligidagi bu ish taqsimotini, bu huquqni o'tkazib berish masalasi emas bu. Balki o'zaro hamkorlik bilan alohida ahvol asosida bir-birimizning vazifasini ustiga olamiz. Odatda hammamiz o'zimizning vazifasini qanday o'zimiz yaxshi ado qilamiz deganlikda bo'ladi bu endi. Bu bir iste'molda ko'rilayotgan bir xato masala. Yana bir masala nima desa, endi biz hozir yangi oila indusiyasida yashayapmiz. Ko'ni turmushning qilipi bilan yangi oila indusiyasiga solmoqchi bo'lamiz. Shuni bu ikkisi bir-biriga mos kelmaydi. Masalan, buni erlarningki hissiyoti nuqtasida aytgan chaqda, bu ayollar iqtisodiy yukni hozir ustiga ilyapti. Undaq bo'lgan uchun iqtisodiy tuzumning o'zgarishi jamiyatning zo'r o'zgarishlar paydo qilgan ekan, oiladami ozroq o'zgarish paydo bo'ladi. Jamiyatda ayollar hozir o'qidi, bildi, nurg'un narsalar ichildi. Undaq bo'lganki ayolga ayni vaqtki sen mutlaq hukmronlikni asab tursa, nima kutsan, men kutish, ham sen kutish oltida yashaymiz desa, bu qamlashmaydi. Çünkü o qilib bilan hozirgi turmush endisi maskanmaydi. Undan keyin oilalarda ayollarga an'anaviy ayol bo'lmadi deb qattiq besmish yildirgan erlar bor. Endi mana shu hukm bilan, mana shu an'anaviy burjaklar bilan hozirgi zamon ayollarga qarab baqaylik. Hozir ayollar etdiganda qarasangiz, Salamjondaklar zam men shu unutib qilib aytib bo'lishib ketib qolgan ayollar. Undan keyin ash erlar bilan erlar gap qilganda jim turishni bilmasdan, buzurib, tuzurib savdo sohasida erlar bilan baho solishayotgan savdoga ayollar. Neçə yüz kişilik yığınlarda kiraylı mülayimliklə orada keskinlik egallab ketgan rəhbari kadr ayollar. Onundakin ilmi muhakam yığınlarda türlü nazarlarla erlərlə münazirləşən aspirat doktorat ayollar. Endi bu şu ayollarni biz burun qilib bilan ölsək, əlbəttə bu ayollar bu qilib düşməydi. Demek erlerinin ditiga bundak bunu ayollar yakmay kalırdı. Şunun için biz qanday qilish kerak degan chaqda, endi ilki shahzoda, ilki o'zim cho'chib qochgan qizniki, oltin kashni ko'tarib, hammadan chigizib qiz izlagandek, burun qilib kashf bilan ayollarning hozir pusuqsiz chigizib baxmasdan buni. Endi biz hozir ayollar oltin kash kiymaydi. Hozirgi ayollar temir kash bilan davon oshirgan ayollar. Shuning uchun biz temir kash bilan davon oshirgan erlar yo'lni ko'rsatmasimi, tuz yo'lni tegib davolaydigan dodil oyoqlardan o'zirilishni bilishimiz kerak. Kelip özgürüş gerek. Erler mi qanday qilish kerak? Ayollar mi qanday qilish kerak desa, ayollar mi erlar mesela burunqi erlar, burunqi an'anaviy erlardan bo'lmay qoldi. Ayollar erlar hozir vijdon, fazilat, mas'uliyat qilib ketdi demasdan, hozirgi erlarni
Özümüz qanday qilishimiz kerak? Ağlığı yetişimiz kerak. Ayollar erlarning ağlığı yetiş pozitsiyasida turishimiz kerak. Mesela hozirgi erlarniki shundoq besini ig'irlab ketdi. Uyg'ur erlari tarixda uchrab bakmagan eng ig'ir raqobatga duch kelyapti hozir. Shuning uchun men qarasangiz Uyg'ur erlarining hammasi besh taqirib ketdi hozir. Lekin hozirgi mush davrda ba'zi erlarimiz mana mushundoq kichik bola va kichik ayollarga tang qoyil qilishiga erishib, davrning raqobatida oldiga minib millat uchun to'xtamay kurashlayotgan erlar bor. Mana mushu erlarimiz an'anaviy erlardan nechasi ustun turdi. Qobil bo'ladi, nat bo'ldi. Biz hozirgi davrdagi ayollar, erlar an'anaviy ayol erlardan keyinda qoladigan yoki ularga yetishmayotgan ish yo'q. Biz ulardan texnik qobil, texnik nat, texnik chabdas. Shuning uchun biz o'zaro bir-birimizni tushunish, qo'llash ham quvvatlashni bilishimiz kerak. Agar bunday bo'lmagan joyda bu er ayollar barobarligi bu bizning ziddiyat paydo qiladigan yoki bir toza erlar anglasa huquqiy tiktiradigan ayollar o'ziniki ba'zi bir nachar xalqlarga qurol qilib oladigan nachar qurolga aylanib qoladi. Sanobar siz hamda shu Şinjan Xalq Radio Stansiyasining tun tibishlar programmasida, uningdan keyin Markaziy Xalq Radio Stansiyasining turmush programmasida izchil yoshlarning muhabbat, nikah, oila haqidagi gangirashlarga tegishli maslahat berib kelyapsiz. Endi shu maslahat berish jarayonida ko'plagan anglag'uvchilarning sizga bergan telefonlarining umumiy ahvolidan qaraganda, bizning yoshlarimiz turmush va oila masalasida ko'proq qaysi masalalarga duch kelyapti? Endi odatda nikohda bo'ladigan ba'zi bir ziddiyatli masalalar bor. Bu umumiy masalaga aylanib ketgan. Bu masala hozirgi yoshlarimizning o'rtaq ko'rilyotdi. Endi hozirgi yoshlarda zamonaviy ba'zi bir masalalarni kelib chiqyotdi. Zamonga moslashgan masala. Endi bu masalalar nima desak, ilgirki atalarimizda masalan turmush qurishda ilgari muhabbat asos qilinadi, hissiyat asos qilinadi. Endi bugungi davrga kelgan chog'da yigitlarimiz qaraydigan masala bu bo'lmay qoldi. Bir qism yigitlar qaraydig'ini yana mushu vasalam o'shashida bor. Undan boshqa muhabbatni bir yoqqa qarib qo'ydigan. Muhabbat degan u bir ikkinchi qol. U uy kirib olgandan keyin yetildirib olsak bo'ladi. Muhabbat muhim emas deydigan bunda ahvollar ko'rilyotdi. Endi bunda bo'lgan chog'da ikki taraf mehr muhabbatni bir yoqqa qarib qo'yib, chiroy shakli bir-biridan seskan mislar, ko'ngli tatmig'idek, bizabog'dek bo'lmasalar, oila bir-biriga mos kelsa, iqtisod ahvoli bir-biriga mos kelsa, degandek tangmi-tang buni hisoblashib daftar tutib turib to'y qilgandan keyin o hissiyat bir yoqqa qarilib qolgan. To'ydan keyin bir uyga kiramiz hozir ahvolda. Uy kirgandan keyin-chi, amaliyotda bizim ilgari programmalarimizni deb o'tgan turmushda muhabbat, hissiyat asosiy, iqtisod kapolati, romantiklik tetitqusi degan. Demak, shundoq muhabbat asosi bo'ladigan turmushning asosi ojiz bo'lib qoladi. Asosi ojiz bo'lib qolgan turmushning asosini tavrinib turadi. U mustahkam bo'lmaydi. U ushaq-tushak ziddiyatlar kelib chiqadi. To'ydan burun faqat uning iqtisodiga qaradik, ammo uning xarakteriga qaramadik, mijoziga qaramadik. To'ydan keyingi bir-birimizning chiqisha olmaydigan, chiqisha olmaydigan, bir-birimizga o'rtaq bo'lgan bir olayliklarni biz topolmadik. Bir-birimizni chin ko'nglimizni so'ymadik. Endi bizda yana bir gap bor. Muhabbat ko'zni qora o'qib qo'ydi deydigan. Endi buni yaxshi tarafim bor. Masalan, yaxshi ko'rganda odam nurg'un kamchiliklarni kechirib ketalaydi. Ko'zni yumib o'tkazib ketalaydi. Ammo yaxshi ko'rmizchi, qildim qiyiq kelsa asoslan ta'sir qiladi. Bezor qiladi, ko'ngli so'yitadi. Demak, shu sababdan oila qurgandan keyin ushaq-tushak ziddiyatlarni olib yetadigan, ko'ptirib yetadigan, uni besiq turolmaydigan, mushundaq ziddiyat masalalar kelib chiqyapti. Andan keyin yana bir ikkinchi ko'rilayotgan masala bayam degandek ham bu hissiyatga taqishidi, ishonchsizlik. Hissiyat ojiz bo'lg'achqa bir-biriga bo'lgan ishonchsizlik intayin oz. Bu ishonchsizlik, gumonxo'rlik asta-asta oxirgi vaqtda turmushni buzib qo'yayotgan bir omillarga aylanib qoladi. Endi uchinchi bir xil ko'rilayotgan masala hozirgi yoshlarda sening opang, mening opam. Sening uying, mening uyim. Bu sening mening degan uqum toki balalik bo'lib bo'lgandimi, bola cho'ng bo'lib qolgandimi, bu uqum yanada bor bo'lyapti. Anki o'yki butun gapni cho'nglar to'shib boradigan. Cho'nglar qudilar o'rtasidagi munosabat yaxshi emas, bu xil munosabat bolaning turmushiga ta'sir ko'rsatib qo'yadigan. Oila kelganda yana er-ayol o'rtasida ziddiyat kelib chiqadigan bunday ahvollar bo'lyapti. Bugungi davlat sapoliq, bilimlik, izlanishchan, farzandlarining kelgusi uchun ul salolaydigan bir bilim egalariga muhtoj. Endi yana afsuslanadigan ayrim nimasi, dal mana shu bo'soqlarni yana yo'qning qisqaligini yo'tildirib ko'rib turadigan. Inisi maydisi, inisi bilinchilib qoladigan, sochlari rangdorlashgan, mijozlari azozulashgan, hatto kayfi ko'zlari xumarlashgan. Pul mol desa, ikkitadan xaraqlashtiradigan musha bir turkum ayollarni men chiqdi. Turmush degandan iborat bu hargizmi erishish deganlik emas, turmushning o'zi qurbon berish. Biz qurbon berganda, biz borlig'imizni beg'ishlaganda, onodagi uningdan biz huzur ola olamiz.
Endi abida hozirgi bir qism kishilarimizda hozirgi zamon ayollarininki mag'rur oltidan bir xil andikish, xotirjamsizlanish, hatto umidsizlanishdek bir xohish bosh ko'tarib qoldi. Endi mushkil kayfiyatninki bizdagi ijtimoiy sabablar haqida ixcham bir so'zlab o'tsangiz. Bunun elbette ma'lum ijtimoiy asosi bo'ladi. Oldi bilan buningda ham ayollarning ham erlarning sababi bo'ldi. Men ayollarning sababini deb aytsam, biz endi shu ozodlikdan keyin bir bir xotinlik tuzum rasmiy yo'lga qo'yilgandan keyin Uyg'urlarning ayollarga itning yipitilgan cho'ng darvozalari ichib bitildi. Bu so'g'lar ravonlashtirildi. Dal mana bu so'g'lardan dangliq olim mutaxassislar, ayol olim mutaxassislar, dangliq doktorant aspirantlar, dunyoviy ta'sirga ega san'atkorlar, mana shunday dangliq notiqlar ham 200 million mablag'ga ega atoqli savdogarlar chiqib keldi. Endi yana afsuslanadigan yeri nima desa, dal mana bu so'g'larni yana yulkisning qitqiligidan yo'tildirib ko'rib turadigan. İngilizce meydisi, İngilizce bilinçli kaladigan, çaşları rengdarlaşkan, micazları azazullaşkan, hatta keyif gözleri kumarlaşkan, pul mal dese, işbitinden haraplaştırdıgan, muşa bir türküm ayollarımı yeni çıktı. Şunu ölen, bu muşu Uygurlarının terakkiyat tarihinde, bu Uygurlar ezelden bu yukarı ayollarının her kadar birisini kör bakmak, hatta kişiliğini kör bakmak. Onda koğandaki bu Uygur erler, bu ayollara karab, bu Şimdi şöyle kazanın oturuştuğu midirler çizdiğin bu mezlumlarının bu ilim sahasideki, bu şu suudi sahasideki galbisi bulanı kanda heyran kaldırırken bolsa, ulanın tek birer yüzyıl vurunu tek yüzyılın iç gücü atlamak ayollarının bunda altını kabul kılanmadı. Çünkü değerli. Bu şundakla keseversek bu enelimiz nege vardı? Bu ayollarımız min buludu? Deyilgan bu şapırkı endik küçük oldu. Bunun tabi alda muş ayollar erkinliğini nabat yolları işiltivatkan, ya ki doğru ilmi karanlıgan ayollar sebepkar oladı. Endi bunun erlerinin sebepkarı yok mu dese elbette var. Mesela bir ayol özü hakikaten yürgüdün qaylı olgan. Yürgüdün bu şey yol için hakikaten bir kabil bir fazilet er dep qarasa bunda ayolni bu boysunduqqa pek asan. Hem de bunda ayollar annekimin elini arasına çıkıp koysunlar yanına yol dışı olgan sadaqatını saklap kalırdı bu. Endi bazı erler ya çoğu işini yaratmaydı. Küçük işini küzgülmaydı. Onundakin ya ayolni hürmet kılışını bilmeydi. Ayoldakin özün gururu ve güçlük. Şunun olan ma ayollarını boysunduruşunu kanda kalsı bazı erler elak iki bilekte haram kuş vermez mi? Bilek bu iki bilekte haram kuşuyla özünün erlik orununu besim arkalık ilişmek buladı. Lakin bu ayollar hazır bu bilek kuşuyla boysunduğun olduğu ayollar emez bu. Demek erler özünün iktidar ve peziliti cihetsin ayollarını asan kaylı kılanmaz. Şunun olan bu ayollarını boyuntav bir xil nachar deb o'ylamoqda. To'g'ri, ba'zi bir ayollarning safasi, tarbiyasi hozirgi erkinlikni to'g'ri iste'mol qilishga yetmay ketib bordi. Nurg'un ishlar bo'lyapti, lekin bu yanada ayrimlik. Bu umumlik emas. Ayollarda ajoyib yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Ayrimlikni umumlik tasvirib odamlarda vahima paydo qilyapti. Turmushda ayollarning ustidan xuduksirashni, insirashni paydo qilyapti. Demek bu erlerinin bir kısım erlerinin ayrım göz karşı bu. Demek bu xuduksirash, bu ensirashlarning ijtimoiy sebepleri erlerden mi var, ayollardan mı var, devirdeki bazı bir ilimitlerden var. Lekin biz çokum mening çoğanda umidvorlik bilan, yo'ruqani ko'proq ko'rib, umidvorlik bilan yashashimiz kerak. Sanober bugungi qizlar qalbiga qanday go'zal mush tuyg'ularni yoki xarakterni mujassam qilish kerak deb qaraysiz? Bugünkü davrdagi ayollar jamiyat kutayotgani an'anaga tashlatmagan, yaqinlashgan, zamonaviylikni noyta o'z yo'lida chiroyli qabul qila olgan, jamiyatga moslashgan, vafodor ayol, layoqatli bir ona, jamiyatda iqtidorli bir ayol, undan boshqa shundoq bayon biz deb o'tgandek, sopaliq, bilimlik, izlanishchan, farzandlarining kelgusi uchun ul salolaydigan bir bilim egalariga muhtoj. Mushu hozir qaraydigan bo'lsak, nurg'un oila majralari ziddiyatlarida yangidan qurgan ayollarda bir-birisidan talab qilganlari ko'p. Ammo uning berdig'ini, taqdim qildig'ini oz. Uningdan to'qinish ko'p, maslish oz bo'lishdek mush ro'yonat ko'rilyotdi. Mushkil masalani siz yosh ayollardagi shaxsiyatchilikdan kelib chiqqan deb qaraysiz. Endi hozir haqiqatan turmushda o'zaro qarshi tarafdan talab qildigan, qurban berish ro'yi intayin kamchil bo'lgan, olsam, mushni qilib bersa menga deydigan, ammo men nima qilib beraldim deyalaydiganlar intayin oz. Endi obiyamni deb o'tib ketdik. Nuqul bir uy kirgan chog'da qarshi tarafni bo'ysundirishga intilishdan qarshi tarafga bo'ysunib turib,
Anandakin onu tang bir o'zi bilan bir yo'lga akirishni o'ylashish intayin muvaffaq bir chora. Endi bu dunyoda mutlaq baxtli odam bo'lmaydi deydi-ki. Faqat baxtni yaratolmaydigan, atrofidagi xushallikda huzurlanmaydigan odam bor. Haqiqiy baxtli odam o'zini o'zgini xushalik qila oladigan odam. O'zini xush qilolmagan odam o'zgini xushal qila olmaydi. Undan boshqa 90-100% mükemmellik oluşturgan, nukul mükemmellikке intildiği adam baxtli bulamaydı. Çünkü bu dünyada hiç qandaq narsa mükemmel bo'lgan emas. Hamma narsa o'zgarishlik kamchilik tarafi bor. Turmush ham shunga o'xshash. Turmush bu aslida to'lqinliq davolg'ib turgan bir dengizga o'xshaydi. Demak, o'sha turmushda faqat nukul xushallikni, baxt saodatni qo'g'lish emas, turmushda uchirgan ashunday bir xil o'g'ilsizliklarga, ashunday bir xil ko'ngilsizliklarga qandaq muomala qila oldik. Tang bir yoqdan kuch chiqarib, mush masalalarni hal qila oldikmi? Yig'laganda tang yig'lab, kulganda tang kula oldikmi? Mushuncha qo'ylash kerak. Turmush degandan iborat bu hargizmi erishish deganlik emas. Turmushning o'zi qurbon berish. Biz qurbon berganda, biz borlig'imizni beg'ishlaganda, onangdagi uningdan biz huzur ola olamiz. Demak, bir bola cho'ng bo'lib, otaning xujuy mijozini otaliqni, onaning xujuy mijozini onaliqni egallab chiqadi degan gap. Demak, bir oilada bizda ashunda qurbon berish ro'yi bo'lmasa, bizda beg'ishlash ro'yi bo'lmasa, bizda o'zaro bir-birimizni hurmatlaydigan, o'zaro taqdirqimizga diqqat qiladigan, gap so'zga diqqat qiladigan, izlanishchan, mundaq deb aytganda kimligimizni unutib qolmagan, ifodalab turayotgan mushundaq bir xil oila bo'lsa, unda bizning farzandlarimiz qanday cho'ng bo'ladi? Erni ayrılıp kalsa, cimri bakanmaydıgan, ayollardan ayrılıp kalsa, aşk kılıdığan erler bu hazırki devirde mas gelmeydi. Hakiki sapalık okuğan ayol, cemiyette yaxşı nam kazanalaydıgan, cemiyette bir kişiye sıkışalaydıgan, ailde mi özünün ornunu bitkilelaydıgan, mecburiyeti ve mesuliyetini ada kılalaydıgan buluş gerek. Abide, adette bir kısım atallarda bulup mu kız oğul farzandagi terbiye vergende kızlarını ojiz deb qarab, ularga asosan iqtidor tarbiyasi beradigan, o'qish qilib zo'rlaydigan, ammo g'urur tarbiyasi bermaydigan mush kamtik tarbiya shaklim bor. Siz mush masalaga qanday qaraysiz? Endi men yuqorida deb o'tdim, ayollarning erkinlikni hazm qilishi to'g'ri bo'lmay qoladi ba'zida deb. Endi bu ayollardagi mijoz xarakterda ko'rilayotgan ba'zi masalalar. Ham shundaqla mushu o'zining hayot dunyo qarshi, muqim dunyo qarshi bo'lmaslikdagi mush masalalarning hammasini tegib aytganda, yana biz mush ayollarning tarbiyasini ko'ramiz. Endi to'g'ri, bayan sanobarni deb o'tasiz deb aytamiz, bizning Uyg'ur oilalarida qizlarga sharmiy hayo, axloq tarbiyasi berish, ishchanlik tarbiyasi berish an'anamiz bor. Bu nayt isil an'ana bu. Endi bir narsa kam deb turdi. U g'urur va iroda tarbiyasi kam. Endi bu g'urur va iroda sen irodasiz bo'l, sen g'urursiz bo'l demaydi. Lekin bizning turmushimizning shu bunun pushqaqlarga bu singib ketgan bo'ladi. Endi oilada mana ba'zi bir qizlarning kichkidan shu g'ururni suvdirgan ba'zi bir gaplarni ko'tarib yurgan odamlar bor. Bu gaplarni erlar ko'tarib yurmaydi, ya'ni shu onalarimiz ayollar ko'tarib yuradi deb. Masalan, qizlar degan taloning adami. Qizlar degan erdim baxti kelmasa, kimdi u? Hech qanday uniki kerigi qolmaydi. Qizlar degan osqudagi bir tal go'sh birdan turib qolib qoladi. Deydigan muştaq turli gap so'zlarimizda ayollarni pastlashtiradigan, qizlarni to'ngildigan bir xil hodisalar bor. Uningdagi qizlarni nurg'un onalarimiz deydi. Bir cho'ng bo'lgan chaqda bir bunda falan chiqqan qizning bek baxti kelibdi. Shunchalik yo'ldishning puli va boy odamga tegibdi deydi. Bir qizlarning baxtining kelganligi uning qach to'y qilib turadigan, yo bo'lmasa kiyik qilib turadigan erining bo'lganligidan deb tushunayotgan gap bu. Shuning bilan bular o'zining erkinlik, varlik baxtini boyashchilikqa moddiga bog'lab qo'ydi. Demak, buning yiltisi oilada ko'rildi. Endi o'g'illarning tarbiyasi nima desa, bizning mush erlarimizning ichida ba'zilari, nurib xarakterlik ayollarning kamsitish tuyg'usiga. Nurib o'tib ketgan bularning. Ana degan shunday gaplar, xotin kishi deganda og'zidan ayol kishini kamsitadigan bir qator gaplar degan to'kilib ketadi. Yaxshi gap chiqmaydi og'zidan. Endi buni nimadan desak, yana mush oiladan. Endi onalarimiz mush o'g'illarni tarbiyalayotganda, o'sha o'tgan o'g'il tarbiyalayotgan onalarimiz bor. Barobarlik idisini oiladan boshlab singdirish kerak. Ayollarni kamsitish idisini mana shu turli bilan ishlar bilan singdirib menat. Kelgusida bir xotin olsang, bir xotin qilib beradi bu ishlarni deb qo'ygan onalar bor. Demak, bunda erlar men xotin olmayman, men bir xizmatkor olaman degan ideya oldu bizim oğullarımız. Kelgüsü bir küçülgen qaysı bir ailede bir jopakeş ata-ana bana bir hizmetçi terbiyelep berip atıdı dep oylaydılar. Kalırsa. Şuna o hizmetçi bulmaya kalsa cidel bana bir şeyden çıktı.
Erden ayrılıp kalsa, cennete kalmaydıgan, ayollardan ayrılıp kalsa, aşk kılıdığan erler bu hazırki devirde mas gelmeydi. Çünkü Uygurlarga terbiye bergen çağda mı, kız balını tüven, kız balı dek bir nemi gelse, degende keplerine az kılıp biz. Toğra Uygurlarga gurur terbiyesi beriş gerek. Ular batur, ezilettek, men cahannın ilgisi ise, Uygul dep çoğulsa, ben de Uygurlarla buludum. Lekin onu biz ayolları kem sundurıp beriş neticesiyle, ayollarının gururunu tüven sundurmuş bedelige gitip bağmazken, Uygurlarını ten terbiyede çılıktıraylı, yakşı emgeklerge silip emgek suyuduğun çıkaylı. Hem şundakla isil atıllarımızın dağınık palvallarınki hikayelerini, iposlarını söz yapırıp, erlerde bir xil milletki mesuliyetçilik olduğun, batırlıkını yitildirsek mi? Болады. Endi sen ober, bugünkü devir aqidali qizlarga, uningdan keyin farosatli ayollarga va safolik onalarga muhtoj. Undaqda bizning onalarimiz yoki ayollarimiz o'zida mushkil safoni qanday yetildirish kerak deb qaraysiz? Endi haqiqiy jaliblar ayol qo'zqidi umuchva ayol deydigan bugungi davrda. Erlarga nuqul tayinib qolmasin, mustaqil ideya fikrga ega bo'lgan, izlanishchan, mustaqil yashay oladigan, erlar yiqilgan vaqtida shu erlarga oilda to'rik bo'la oladigan, o'sha erlarni yo'lab turg'iza oladigan, erlar bo'lganda shuning bilan tang oilani gullantira oladigan bo'lish kerak. Undan boshqa bayon degandek haqiqiy safoliq o'qigan ayol jamiyatda yaxshi nom qozona oladigan, jamiyatda bir kishiga qo'sha oladigan, oildami o'zining o'rnini bekitalaydigan, majburiyati va mas'uliyatini ado qila oladigan bo'lish kerak. Endi biz almasaqdan deb kelgan faqat jamiyat ustuq qozongan, biray kasbda ustuq qozongan yoki bo'lmasa qattiq siyosiy bo'lib dong chiqargan ayollar yoki biray naqshiya usulchi bo'lib jahonga turilib ketgan ayollar ustuq qozongan ayollar bo'lmaydi. Farzandini shundoq jamiyatga yaramli odam qilib chiqargan, bir odibiylikka yaxshi bo'lgan, fazilatlik, aql egisidan jamiyatga yaramli iqtidorli bir ixtisos egalarini tarbiyalab chiqargan, oilasini baxtli qilib tutib tura olgan, erning e'tirof qilishiga hurmatga erishadigan, ota-onasini rozi qila olgan, mushundaq ayollarmi jamiyat ustuq qozongan ayollar deb qaraldi. Endi mushundaq ustuq qozongan ayollar bo'lish uchun biz cho'qim ashundaq izlanish ro'yi, safa, aql, idrak bo'lish kerak. Bugungi davr mushuning o'xshash oilada ham mas'uliyatchan ona bo'la oladigan, jamiyatda bir kishilik o'rin tutib o'zini ifodalay oladigan, bolasiga ustoz ham ona bo'la oladigan, undan boshqa bayam degandek mustaqil fikrga ega bo'lgan, pam farosatli bo'lgan, oilada bir donishmand vazir bo'la oladigan bir holat yetildirish kerak. Biz bugungi suhbatimizda filologiya fanlari doktori Abida Ibrohim, shundaqla psixik maslahatchi Sanobar Turg'unlar bilan nihoyat ko'ngilli paranglashdik. Amaliyotda biz tilga ilayotgan ayollar barobarligi bo'lsa, oilada, kasbda, millat va davr oldida burchini va mas'uliyatini ado qilayotgan munavvar, layoqatli otalarni ko'rsatadi. Ayollar barobarligi, hamkorlik va tushunish asosida yuksalsa, u holda oilalarda inoqlik va jamiyatimizda xotirjamlik barpo bo'ladi. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.